Ay joning sog' bo'linglar aka-ukalar. Zo'rni hozirgi holati juda ko'pchilik so'rab chiqib yozishyapti. Surxonchik hali ham o'zidami? Surxonchik tirikmi deb so'rab yozishyapti. Xudo xolasa mana Xudo rizqini, umrini berib qo'yibdi, tirik aka-ukalar. Holati yaxshi, idealniy turibdi. Bugungi chislo 9dan 38 ga o'tdi, seshanba 26 avgust 2025-yil holati. Ash holatda turibdi zo'r. Xudo xolasa bu zo'rdan aka-ukalar kamida bir 1000 ga yaqin jo'ja chiqqandir, 1000 ga yaqin. Shuncha jo'ja olgan odam birontasi norozi bo'lgani yo'q. Faqat zo'rlarni berdi bolalari. Zo'rlikka zo'rlar bilan urushdi. Hammasi qonzot liniya bo'ldi. O'zi ham original. Eng katta summani shu Surxondaryo chempionatida 60 ming ham bir to'y chempionatda yutib, undan keyin kelib o'zimizda dogovorniy o'yinlarni o'tkazib o'ynab yurdi. Biz katta summa o'ynamadik, ishqibozchilikka o'ynadik. O'sha Promoy Toshkent chempion Bobo To'nkani последний patron bolasi zo'r. Xudo xolasa o'zidaqa zo'rlarni juda ko'plarini chiqardi bu. Makiyonga erkalanyapti, mashg'ulotda turibdi. Mana shu yillik hisobidan ham yilni boshida ertak qilib, o'sha kungacha ham aka-ukalar tuxum sotdik, kamida 600-700 talab tuxum sotdik. Bitta odamlarni o'ziga, akalarimiz o'ziga kamida 50 talab tuxum sotdik shu zo'rdan. Hamma jo'jalari zo'r chiqdi, rahmatlarini aytib yuribdi. O'zimiz uchun istoriya sifatida zo'rda video qilib qo'yamiz. Qadrdon bu bizga. Yaqin o'rtoqdek bo'lib qolgan bu xo'roz bizga aka-ukalar. Yaqinimiz, bizni o'rtog'imiz, do'stimiz bu. Chunki bizni obro'yimizni hamma joyda saqlab kelgan xo'roz shu bo'ladi. Hammani o'ziga yarashgan, o'ziga ishongan, o'ziga yoqtirgan xo'rozi bo'lganda, har qanaqa chempiondan afzal biz uchun mana shu xo'roz. Ori juda qattiq, davrada o'rtalashib, sottalashib urushgan xo'roz, bolalar ham xuddi shunaqa urushyapti buni. Omadini bersin polvonni Surxonchikman. 5 kilo 100 hozirgi holati. Ancha yosh kattarayib qarib qoldi. 6 ga kirdi aka-ukalar xo'roz 2019-yilda may oyini jo'jasi. Bizga 2020-yil yangi yil yanvarda kelgan mana shu xo'roz, yanvar nechisidadir chempionatdan chiqib. O'shandan beri o'zimizning uyimizda, katayimizda turibdi. Rahmat bunga, joni sog' bo'lsin. Bizni obro'yimizni ko'p joyda ko'targan xo'roz mana shu bo'ladi. Ko'pchilik so'ragani uchun obraznoy video qilib qo'ydim, tashlab qo'yaman kanalga. Kanal juda hurmat qiladi bu. O'ziga bino qo'ygan, o'ziga hurmati baland bo'lgan xo'roz. Kanal